Mana u yigit bir narsadan quruq qolganda yugurib kelib gul turgan gultuveni tishlab yeb qo'ysa bo'ladimi? Nafs o'lsin desam bu shokoladdan tayyorlangan gultuve ekanda. Shokoladlarni mayda qilib kesib, eritib, undan keyin mununda ichkin stakanlarga solib, muzlatib qo'yib, ustidagi qog'ozlarni yirtib tashlasa, shokoladdan shunaqa stakanchik bo'larmish-da. Unda ichkin pichinnini olib, yaxshilab maydalab, ichiga qumq solinar ekan. Endi esa biz buni o'xsharmikan-a? deb turib ikkita shokoladni oldim qarindoshlar. Ikkita shokoladni mayda qilib to'g'rab chiqdim. Shokoladlarni Vadino banyada eritsangiz rosa yaxshi eriydi deb aytishganda qarindoshlarim, shuning uchun Vadino banyani boshladim. Shokoladlar ham banya qabul qiladigan bo'lib ketibdi-ya, jonivorlar. Shokoladlar Vadino banyada rosa zo'r eriyotdi qarindoshlar. Ammo qattan bilib o'tiribman, bu shokoladlarni juda bir baland olovda banya qabul qildirib bo'lmasligini, juda bir baland bo'lib ketib, nima bu videodagi bo'lmayapti deb o'zimcha sariyoli qo'shdim. Shokoladlarimga baland gradusli banya ush yoqmagani ko'rinib turibdi qarindoshlar. Mana bunaqa g'alati massaga aylanib qoldim. Ko'rinishini qarasanglar-chi, bu jonivor nimaga o'xshab qoldi bilmayman qarindoshlar. Buni ko'rinishini qaranglar. Nimaga ishlatsa bo'ladi endi buni? Bo'ldi endi bunaqa gultuve yasashim shart emasdi. Voz kechayotgan joyimda alohida bitta boshqa shokolad olib, boshqa shokoladni eritishni boshladim. Tez olmasam anu massaga o'xshab qoladi deb sirazu olib stakanchikka quyishni boshladim. Yaxshilab quyib, dem qilib aylantirib chiqdim shokolad hamma yog'iga yetib borishi uchun. Xursand bu maqtanishimni qaranglar qarindoshlar. Hali qanchalik asabim buzilishini bilmayman deb bu payt stakanchiklarni xolodilnikka qo'yganimdan keyin sirrazi krem tayyorlashga tushib ketdim. Jonivor pechenyelarimizni Chin bozor o'qlovlarimizda juda chiroyli qilib mayda qilib oldim. Ana undan keyin Chin bozor do'konimizdan mana bunday ichkin konditerskiy shpris oldim qarindoshlar. O'zi ham ko'rinishi anu shurikdagi ukol bor-ku, xuddi o'shanga o'xshaydigan shpris ekan o'zi ham. Buni kattaligini qarasanglar qarindoshlar, ancha krem ketar ekan bu jonivorga. Va nihoyat eng asabbuzarli moment keldi qarindoshlar. Aynan mana shu joyda men nerealni ko'p asab tolalalarimdan voz kechganman-da. Bu stakanchiklarga shokoladni quyishdan oldin tepasidagi qalin joyini kesib tashlash kerak ekan. Bu stakanchikni sindirmasligi uchun men qancha harakat qildim, lekin bu jonivor stakanchik sindi qarindoshlar. Menga zarilmi shu narsa deb end qilaman deb turgan joyimda ikkinchi stakan borligi esimga tushib qoldi. Ishni ikkinchi stakanchikni akkuratni nejni qilib kesishdan boshladim qarindoshlar. Boshlanishi yomon bo'lmadi. Aynan o'sha tepasidagi qalin joyi bor-ku, o'sha yerda yulib olgan paytim shokoladni yarmidan ko'pisini yulib oldim-u. Men stakanchikni yaxshilab tozalayman deguncha stakanchik qo'limda erishib boshladi. Obratno xolodilnikka qo'yib muzlatib oldim. Ana nihoyat stakanchikning yarmi bo'lsa ham qoldi qarindoshlar. Muzlagandan keyin oldim. Yaxshilab krem quyib chiqqanimdan keyin boyagi mayda qilgan pechenimizni ustidan sepib chiqdim qarindoshlar. Juda ham o'xshadi. Va nihoyat qarindoshlar, shuncha asabbuzarlikdan keyin va nihoyat stakanchik yarimta bo'lsa ham o'xshatdim qarindoshlar. Endi eng oxirgi ukrasheniya gulla ekish qolganda qarindoshlar. Gulla ekkanimdan keyin bu narsaga o'zim shaydo bo'lib qoldim-ku. Degustation payti keldi qarindoshlar. Bismillahirrohmanirrohim deb degustation qilgan paytim anu gulli ham birato'la yevarsam bo'ladimi? Umuman mazasi sezilmadi, lekin videomiz end bilan tugayman deb turgan joyda happy end bilan tugatib yubordik qarindoshlar. Happy end.